bittasi 3 yil ishlab 3 ta o'git oladi. Men sizga hozir shu 3 ta o'git tekinga aytaman. Hayotda kerak bo'lib qoladi chunki. Bir yigit bor ekan, qishloqda yashar ekanda. Yer haydab, omoch tortib, dehqonchilik qilib kun ko'rar ekan. Yosh yigit ekan. Otasidan erta yetim qolgan ekan, onasi bor ekan, qarib qolgan. Ho'kizi o'lib qopti bir kuni. Ho'kizi o'lib qop, dehqonchiligini qila olmay qopti-da. Keyin katta shaharga ishga borib ishlab kelishni maslahat berishibdi. Keyin onasiga aytdi, ona shaharga bormasam bo'lmaydi. U paytlar odamlar shaharda g'urbat deyishar ekan. G'urbatga bormasam bo'lmaydi, debdi. Onasidan duo olib g'urbatga qarab yo'lga chiqibdi. Katta shaharga kelib rosa ish qidiribdi, bir hafta yoqqa boribdi, bu yoqqa boribdi, ham shaharlari, ham qishloqlari bilan maslahat qilibdi va u yerdan bir aytibdi, shu falon ko'chada bir kutubxona bor, o'sha kutubxonani egasi o'ziga bir shogird qidiryapti. Borib bir gaplashib ko'r, balki ma'qul kelsang, seni ishga oladi debdi. Kutubxonaga boribdi. Haqiqatan bir qariya oqsoqol ishlar ekan. Rostdan soqollari oppoq, bir nuroniy odam ekan. Otaxon, shunaqa menga ish kerak. Ish izlab keldim bu g'urbatga, bu shaharga. Desa, ishni nima qilasan? Pul topishim kerak. Ha, pulni nima qilasan? Onamni boqishim kerak. Yaxshida men lekin senga ko'p pul bera olmayman-da. Qancha berasiz? 1 tanga beraman. Har kunimi? Yo'q. Bir haftadan 1 tanga. Yo'q, 1 oydan. Yo'q, 1 yilda 1 tanga beraman. Va yana bitta o'gitam beraman. Nasihat ham qilaman. Otaxon, menga nasihat o'git kerak emas-da, menga pul kerak-da, debdi. O'zing bilasan, bolam, men ko'p pul bera olmayman. Lekin 1 tanga va 1 nasihat, 1 o'git 1 yilda. Bola xafa bo'lib ketibdi. Kechasi bilan o'ylabdi, bu qanaqa o'git bo'lishi mumkinki, meni 1 yil ishlatib beriladigan nima o'git bo'lishi mumkin endi. Ertasi kun kelibdi, otaxon, men roziman debdi. Bir ishlab ko'raychi, biror nima bo'lar debdi va butun o'sha kutubxonadagi nima ish bo'lsa, supursidir, yig'ishtir, odamlarga xizmat qil, nima xizmat bo'lsa, hammasini qilibdi 1 yil. Orada kitoblardan o'qibdi. 1 yil o'tgandan keyin boyagi otaxon yoniga chaqiribdi-da, bolam 1 yil bo'ldi, mana 1 tanga. Endi birinchi o'git. Bilmagan yo'lingdan yurma, debdi. O yigit aytdi, otaxon, bu nima endi? Buni hamma biladi-ku. Ya'ni 1 yil ishlatib bergan o'giti shumi? Buni ham men o'zim ham bilaman buni shunaqaligini desa. Demak, men senga bir eslatgan bo'ldim-da, bo'lmasa bolam buni. Yana bir esingga solib qo'ydim, esimdan chiqib ketib qolgan bo'lishi mumkin edi. Bo'ldi, men boshqa qaytib kelmayman. Ketdim, boshqa ish topaman o'zimga deb bola xafa bo'lib ketib, 3-4 kun rosa ish qidiribdi. Ish topa olmagandan keyin yana qaytib ketdi. Ha, keldingmi bolam? Keldim debdi. Yaxshi, ishingda davom et debdi. Yana shu 1 yil qilgan ishini qilibdi, yana kitoblar o'qibdi. Xizmat qilibdi, yana 1 yil o'tibdi. Otaxon yana chaqiribdi oldiga, mana bolam 1 tangang. Endi 2-chi o'gitni beraman senga. Omonatga xiyonat qilma debdi. Debdi. Bu odam meni ustimdan kulyapti. Faqat men bilgan, hamma bilgan gapni gapiradi, o'git deb aytadi. Ichidan ranjibdi-da endi. Menga pul kerak bo'lsa, 1 tanga pul berayotgan bo'lsa, o'gitni zo'rrog'idan bermaydimi? Debdi-da endi.
ketibdi endi boshqa qaytib kelmayman deb. Yana ish qidiribdi, yana ish topa olmabdi. Oxiri yana bir yil ishlab ko'raychi debdi. Balki bu safar bir durustroq o'git aytar. Chunki o'gitga ishlayapti-da, u bir tanga pul emas-ku endi. Yana bir yil ishlabdi, boribdi. Bir yildan keyin otaxon yana yoniga chaqirdi. Mana bolam bir tanga. Endi 3-o'gitda aytaman debdi. Ayting debdi. O'zing bormagan joyga xotiningni yuborma debdi. Bu nimasi endi? Juda qattiq ranjibdi bola. O'zidan, hayotidan nolibdi. Ichidan bir isyon qilibdi endi. Otaxon debdi, endi men qishlog'imga qaytaman debdi. Bo'lmadi debdi. O'gitlaringiz ham unchalik emas. Bergan pulingiz ham unchalik ko'p emas. Bunday yura olmayman, chunki men yoshman, kuchim ko'p, g'ayratim bor. Pul topishim kerak, onamni boqishim kerak, uylanishim kerak, o'qilishim kerak, bu qilishim kerak. Yoshlarda, masalan, sizga o'xshagan yoshlarda qanaqa muammolar bor. Unda ham bo'lganda endi o'sha g'urbatga, shaharga, o'sha muammolarga bir yechim izlab kelganda. Lekin bilmaganki, Navoiyning bir g'azali borki, g'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish. Xullas, g'urbatga kelishga piyoda kelgan, endi ketish piyoda emas ekanda, bir ulovda ketish kerak ekan. Ham qishoqlari u yoqdan pul yig'ib unga bir yo'lda ketishiga bir ulov qilishibdi. Otaxon so'rabdi, qachon qaytayapsan bolam? Ha, 2-3 kunda qaytaman. Bo'lmasa ketishingdan oldin menga bir uchrash. Onangga bir sovg'a salom qilib bermoqchiman. Omonat olib borib berasan, yetkazasan debdi. Bola xo'p debdi, 2-3 kundan keyin kelibdi. Otaxon, men ertaga ketyapman, juda ham yaxshi. Mana shu 2 ta nonni onangga olib borib ber, omonat bu. Qurimsoq debdi. 3 yil ishlatib, 3 tanga berib, 3 ta bo'lmaydigan bir o'git aytib, yana onangga hadya berib, omonatni yetkazib qo'y deb 2 ta non ham beradi. Juda qurimsoq chol ekan. Debdi, indamabdi, lekin bildirmabdi. Xurjuniga sopdi. Yo'lga chiqishibdi. Ham qishloqlari bilan endi yo'lda ketishyapti. Yo'ldan bir daryo chiqib qoldi-da. Jo'shib oqadigan daryo, tog'dagi daryolar bo'ladi-ku, o'shanaqa bir daryo chiqib qoldi. Hech kim qanday o'tishni bilmay tursa, shu ham ishmi endi bu. Mana biz o'tib beramiz, shu otini haydagan ekan boyagi cholni birinchi maslahati deb o'gitdi. Esiga tushib qoldi-da, bilmaganing yo'ldan yurma deb juda otini juganni qattiq tortgan ekan, oti to'xtab, yonidagi o'rtog'i, tanishi, u ham bunga qo'shilib chopgan ekan, u o'giti yo'q-ku unga. Shunday daryoga tushgan zahoti cho'kib ketdi-da. Keyin o'sha yerdan bir cho'pon aytibdi, bu shunaqa bir o'ra tortadigan joy. Birdan kirganda birdan chuqurlik. Tanishi o'libdi ham qishloq. Debdi, 1 yillik xizmatimni halol qildim cholga debdi. Birinchi o'giti ishga yaradi debdi. Shu o'git esimga kelmaganda, bilmagan yo'lingdan yurma deb aytmaganda u chol bu o'gitni bermaganda va shu lahzada u o'git esiga tushmaganda bola hozir o'lgan bo'lardi. Ichidan bir rozi bo'ldi 1 yillik qilgan xizmatiga. Yo'lda ketisharkan och qoldi. Och qoldi-da, yeydigan narsa yo'q endi. Hamma o'zining narsasini o'zi yeyapti. Boyagi non esiga tushib qoldi, onangga deb bergan nonni. Shunday bittasini yeyman degan ekan, cholning ikkinchi nasihati esiga tushib qoldi. Omonatga xiyonat qilma. Onasiga omonat deb berdi-ku. Omonatga xiyonat qilma degan o'giti esiga tushib qoldi-da. Shu ikkinchi o'gitiga ham amal qilib qo'yaveray deb yemabdi. Ozroq yurishgan ekan, qaroqchilarga duch kelib qolishibdi.
qaroqchilar endi bu shahardan, g'urbatdan kelayotganlar, ishlab pul topib keladi. Hozir ham shunaqa-ku. Qishloqdagilar shaharlarga borib ishlaydi-ku. Shunday bo'lgan endi bu davrlarda ham. Qaroqchilar to'sib, kim nima bo'lsa mana shu yerga qo'ysin, joni omonda qoladi. Agar aksini qiladigan bo'lsa, qilishdan o'tkazamiz deb. Kim nimasini topsa qaroqchini oldiga qo'yib o'zlari qutulib qolar ekanda endi. Navbat unga yetib ketdi. Bizni 3 tangalik boyvachchamizga. Kesib aytibdi, menda hech narsa yo'q. Sen g'urbatdan kelmayapsanmi? Yo, g'urbatdan kelyapman. G'urbatdan odam kelayotgan odamda hech narsa bo'lmasligi mumkinmi? Men ishlab pul topolmadim, 3 tanga pul topdim. Mana o'sha 3 tanga. İstasangiz oling. Men ishlab pul topolmaganman, hamma ham qishloqlarim bilishadi. So'rasa haqiqatan shunaqa. Bu 3 yil g'urbatda yurib, shaharda yurib pul topmagan ekan, buni yaxshilab kaltaklaylar deb qaroqchilarga aytib, rosa tepkilashibdi. Og'zi burni qonab qoldi. Yo'lga chiqishibdi, keyin o'ylabdi. Ajib debdi. Bular hammasi ishlab pul topib kelyapti. Men ishlab pul topib kelmayotgandim. Qaroqchi uchradi, hech bittamizda pul qolmadi. Bular ham men ahvolimga tushdi ya'ni. Uyga kelibdi. Onasi ahvolni eshitib, buni ya'ni pul topib kelmaganini eshitib, rosa o'ksibdi, rosa xafa bo'libdi. O'g'lim 3 yil yo'qolib ketding. 3 tangami topib kelding? Ona shunday bo'ldi. Ish topolmadim. Biror nima yo'qmi degansa, hech narsa yo'q uyda. Keyin bolani voyaga otaxon bergan, onangga omonat deb bergan non esiga tushib qolibdi. Debdi, non bor debdi, sizga sovg'a qilib berib yuborgani. Olib kelib nonni ochishgan ekan, ichidan oltinlar to'kilibdi. Ikkinchisini ochsa, sindirib ko'rishsa, ikkinchisini ham ichidan oltinlar chiqibdi. Bola aytibdi, 2-yil ham xizmatimda halol qildim debdi. Chunki agar ikkinchi nasihatiga amal qilmaganda omonatga xiyonat qilma degan, omonatga xiyonat qilma degan nasihatiga amal qilmaganda uni sindirgan bo'lardi, ichidan oltin chiqqan bo'larmidi? Ikkinchisini sindirib ko'rarmidi? Undan ham oltin chiqqan bo'larmidi? Birozdan keyin qaroqchilar ushlarmidi? Ya'ni olib qo'ygan bo'lardi. Shuning uchun ikkinchisiga ham amal qildi va hayotini bir shaklda, ya'ni nonlarni asrab qoldi, nonni asrab qolar ekan, boyligini asrab qoldi. U pulga daladasht qilibdi, bog'roq qilibdi, qo'y qo'zilar qilibdi, uylar quribdi. Vaqt uylanishga yetib ketdi. Debdi, men otaxonning 3-nasihatiga ham amal qilaman. Nima edi 3-si? O'zing bormagan joyga xotiningni yuborma. Qayerga, kimga uylanmoqchi bo'lsa shart qo'yar ekan. Bitta shartim bor faqat. Nima shart? Men bormagan joyga bormaydi. Ya unaqasi bo'lmaydi. Ota-onasining ham uyiga bormaydi. Yo'q, ota-onasining ham uyiga bormaydi. Dugonlarnikiga ham hech qayerga bormaydi. Bozorga, ya bozorga ham bormaydi. Men bormagan hech bir joyga bormaydi. Hech kim qizini bermas ekan. Bunga qiz berib bo'ladimi? derkan. Boshqa bir qishloqdan bir yetim qiz chiqibdi, ota-onasi yo'q. Onasi o'sha qizni topibdi. U qiz bu shartga rozi bo'libdi. U qizni qarindoshlari ham rozi bo'libdi. Va uylanibdi. Oradan 4 yil o'tibdi. O'g'illi bo'libdi. Bir kuni qizni qarindoshlari kelibdi-da, endi men 4 yil bo'ldi. Farzandli bo'ldi. Endi bir ko'chalarga chiqishni boshlasin bu. Qarindoshimiz to'y qilyapti, shu to'yga borsin endi. Bu 4 yildan beri to'yga ham bormaydi bu. Desa, bola aytibdi, yigit yo'q debdi. Men bormagan joyga bormaydi. Shunday kelishganmiz. Juda xarxasha qilishdi endi qizni qarindoshlari. Bu oraga yigitni qarindoshlari kiribdi. Ular ham aytibdi, bu nima ahvol? Qo'y borsin.
Oxiri bolani rozi qilishdi-da. Ayolni to'yiga borishiga. To'yiga yuboribdi-da, orqasidan o'ylabdi, bekor qildim, xato qildim. 3-nasihatga, o'gitga amal qilmadim. Boshimga bir dard keladi debdi. Orqasidan boribdi. Qaytarib olib kelmoqchi bo'pti-da endi. Borsa haqiqatan to'y bo'layotgan ekan. To'yda buni xotini bilan o'g'li bir burchakda o'tirgan ekan. Hech kimga qo'shilmaydi, chunki qo'shilmaganda, odamovi bo'lib qolganda. O'zicha o'ylabdi, haqiqatan zulm qilman shekilli. Boshqalarga qo'shilmay ham qopti bular. Desa shu yerdan bir yoshi katta bir ayol o'tib qopti. Opa debdi, "Shu o'tirganlar kim?" debdi. Bir sho'rpeshona u debdi. Nega sho'rpeshona? Bir zolimga tekkan, na uydan chiqarmaydi, na qarindosh urug'iga qo'shmaydi. Uydan chiqarmaydi. O'zi bormagan joyga borgani ruxsat bermaydi. Shu zulm ko'rgan, o'zi bir yetim edi debdi. Bu ichida o'ylabdi-da, qayerda qolar ekan endi meni xotinim debdi-da. Bu kechirasiz, bu qayerda qoladi bugun? Ham qarindoshlarnikida qoladi. Shu bir iltimos qilsam, siz shu ishni qila olasizmi? Nima iltimos qilmoqsiz? Men shu kechqurun yoniga kira olamanmi shu xotinni? Juda istasang kirgizaman debdi. Qanaqa kirgizasiz? Chunki uni qarindoshlari meni qo'shnim bo'ladi. Shunday bog'dan o'tasan, shu yotgan xonasiga kirgizib yuboraman debdi. Faqat bu haqqi bor buni, ya'ni pul to'laysan bunga debdi. Xo'p, pulini to'layman debdi. Pulini to'labdi, to'y tugabdi, hamma uyquga ketibdi. Boyagi xotin buni xotini yotgan, o'zini ayoli yotgan uy xonaga kirgizibdi. Endi bu yuzlarini berkitib, ayoli tanimaydigan holda kirib, ayoliga tajovuz qilish boshlab, tegajaqlik qilishni boshlab. Ayoli qarshilik qildi, yaqinlashtirmabdi boshqa. Keyin o'tirib o'ylabdi hayotini. Tongda xo'roz qichqirgan payti o'g'lini olib chiqib ketibdi. Uxlab yotgan o'g'lini. Xotini dod-voy qilibdi, bolamni o'g'irladi deb qarindoshlar uyg'onibdi, kelibdi, qarasa haqiqatdan bola yo'q. Endi nima deymiz buni eriga? O'zi bir amallab ruxsat olgandik. Endi bolasini o'g'irlab ketdi. Nima deymiz unga? Orasidan bittasi aytibdi, uy yonib ketdi, bolang ham yonib ketdi deymiz deb uyga o't qo'yishibdi. Keyin borishibdi yigitning uyiga, xotinini yetaklab. Mana xotining, ama bolangni olib kela olmadik. Nega? Chunki uyga o't ketdi, bolangni qutqara olmadik. Juda yaxshi o'tdi debdi. Bola belimda, xotin yo'limda debdi. Bu arada bolasi uydan yugurib chiqib, onasini etagiga yopishib, quchoqlab, yig'labdi. Hamma hayron. Butun qizni qarindoshlarini, ayolni qarindoshlarini quvibdi, haydabdi. Va ayoliga debdiki, agar bir lahza qo'lingni tekkizganingda edi menga, senga tajovuz qilganim, yo ozgina mayl bildirganingda edi, o'sha yerda men seni o'ldirgan bo'lardim. Yaxshiki, yaxshi ayol ekansan. Va 3-yillik xizmatini ham otaxonga halol qildi.
Endi bu qissadan ko'p hissa chiqarsa bo'ladi. Siz yosh bo'lganingiz uchun aytib beryapman-da, hali uylanmagansiz. Juda diqqatli bo'lish kerak. Ayniqsa bugungidek yomonlik va sizni oilangizni o'rtasida chegaralar yo'qolgan bu olamda, bugungi dunyoda mahramiyatning chegarasi aniq bo'lmay qolgan. Bu dunyoda hozirgi zamonamizda juda diqqatli bo'lish kerak. Bu uchala o'gitga ham. Bir eslab qo'yamiz, shu bilan tugatamiz. Birinchisi, bilmagan yo'lingdan yurma. Ikkinchisi, omonatga xiyonat qilma. Uchinchisi, rafiqangni, ya'ni yo'ldoshingni, ayolingni o'zing bormagan joyga yuborma.